Assalomu alaykum barchaga. Bugungi o'yinlarimizni ham boshlab oldik. Xudo xohlasa bizda o'zim tomonidan tuzilgan duo shaklda o'yinchilar saralangan va match har doimgidek M406 qurolida o'ynamoqda. Va uning Jonathan va ularga qarshi jamoa Ignor va Narko o'ynaydi. Hozirda Narko tomonidan Skar o'z hisobiga yozib olindi. Ignor ham Jonathanni o'z hisobiga yozdi. Bizda hozir katta ustunlik bilan Ignor jamoasi ehtimol juda yuqori. Narkoning hisobida 1 ochko. Yaxshi kalib beryapti Narko. Ular farqi sezilarli darajada. Jonda tomonidan Narko hisobiga yozib qo'yildi. Xo'p, katta ustunlik bilan Ignor jamoasi farqini sezilarli oshirib bormoqda. Skar va Jonathan o'z zonalaridan chiqmoqda. Ignor push qilmoqda, lekin uni Jonathan hisobiga yozib qo'ydi. Menimcha o'yin juda ham ko'p cho'zilmaydi. Mana shu ko'rinishda amalga oshiriladigan bo'lsa, albatta. Skar yozib qo'ydi. Yaxshi foydalana oldi. Ignor noto'g'ri harakat sababli bitta ochko minus holatda John Lohiki holatda edi. Ignorning denishlari buni oldingi o'yinlarda ham qarshi o'yinchiga yaxshi ta'sir qilgan. O'yinlarni to'g'ri amalga oshirgan uchun killarni o'z hisobiga tez yozadi. Xo'p, bizda ustunlik Narkoda aktual farq bo'yicha. Har doimgidek YouTube kanalimizda yangi kuzatuvchilar, obuna bo'lishni kuzatuvchilar albatta kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolaman. Har kuni yangi videolar chiqib boradi albatta. Ignorning hisobida 9 ochko. U navbatdagi ochkosini yozib qo'ydi hisobga. Aytib o'tganimdek, Ignor jamoasi katta ustunlik bilan g'alaba qozonishi mumkin. Narkodan chiroyli klass ko'rganmiz. Lohikida qolgan bo'lsa ham u chiroyli o'yin ko'rsatdi. Hozirda Jonathanning Jonathanga va u HP'sini tiklab oldi. Ignor topdi 11 ochko. Skarga qarshi Skar ham low HP'da. Lekin afsus, u Ignorni ustiga qo'ydi. To'g'ri kerak emas. Ikkala tarafdan jamoadoshlar Jonathanni yotib yubordi. Noto'g'ri harakat qilmoqda, u markazdan o'z sherigiga cover qilish o'rniga solo holatda o'ynadi va xatoligi tufayli bir ochko yutqazdi. Ignor chiroyli harakat qilmoqda. Mana shu juftlikni xudo xolasa navbatdagi keyingi maçlarda ham qilamiz.
Komandamizga navbat ochilgan har ikkita o'yinchini ularning safida ko'rish damage'lar yaxshigina zarar yetkazyapti. Mana shunday naklon ochishda to'g'ri harakat bilan lobbida chiroyli o'z qobiliyati borligini ignor ko'rsatmoqda. Chapdan push Skar bu fursatdan foydalandi va uni o'z hisobiga yozib qo'ydi. 17-28 ochko. To'g'ridan to'g'ri bunaqa push qilish kerak emas. Close fight amalga oshirish kerak. Yaxshi hujumlar bilan close fight o'ynash kerak. Ochiq fightda o'yin ko'rsatish qiyinroq. Buning uchun albatta FPS stabilligi yuqori bo'lgan device'da o'yin amalga oshirish kerak. Aziz do'stlar, videolarimizga like bosib, kommentlarda izohlaringizni qoldiring. Kommentlarda o'zingizni ID'ningizni qoldiring. 100 ta bo'lishimiz bilan streamlar boshlanadi, xudo xolasa. Alfa tomonidan Skar yopib yuborildi. O'yinimiz deyarli o'z nihoyasiga yetishiga bir necha daqiqalar qolmoqda. Ignor to'xtamasdan push qilmoqda. Skar ham narigi jamoada ustunlik bilan o'z o'yinini ko'rsatmoqda. O'yinchilar chap tomondan kutilmagan spreylarni kutib olmoqda. Marko juda ham tezkor Ignor yo'qotildi, yozdi va ajoyib bo'ladimi, ko'ramiz. Narko qochyapti albatta. Sezmadi bu narsani. Lekin oxirida ikkita o'yinchilar o'tkazildi. Oxirgi filmni Ignor o'z hisobiga yozdi. Aziz do'stlar, mana shu o'rinda aytib o'tganimdek, videolarimizga like bosib, kommentlarda o'z izohingizni qoldiring. Juda ham ajoyib va tezkor o'yin amalga oshirildi va bugungi o'yinimizning top lider o'yinchisi Ignor har doimgidek chiroyli o'yin ko'rsatdi. Ignor va Real Samni keyingi matchlarda solo tarzda Tedim Nobbelarda kutib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.